بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا علما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hurmatlik islomdagi do'stlarim, aka-ukalarim, opa-singillarim, hammalaringizga Robbimning salomi, rahmati, barakoti bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bizlar Allohning borligiga, birligiga iymon keltirgan, islom dinini haq deb bilib, islomga taslim bo'lgan musulmonlarmiz. Allohni vahdoniyatiga, yakka iloh ekanligiga, ilohlikka haqli bo'lgan yagona zot ekanligiga, undan boshqa butun olihalar botil ekanligiga guvohlik berib iymon keltirgan Alloh taoloni qullarimiz. Alloh subhanahu va taoloning kalomi Qur'on Alloh taolo tarafidan nozil ekanligiga va saodat, hidoyat yo'li ekanligiga, Qur'on bizni dasturimiz, qonunimiz ekanligiga, ilohiy kitob ekanligiga ham iymon keltirganmiz. Mana bu sizu bizlar yashab turgan oy, muqaddas Ramazon oyi Alloh taologa ibodat qilishlik uchun, najot topishlik uchun, gunohlardan forig' bo'lishlik uchun Robbimizning huzurida bu oy boshqa oylardan ko'ra o'zgacharoq ekanligiga ham iymon keltirib, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning ko'rsatmalariga ishonib ergashgan holatda Ramazon oyini g'animat bilishlik maqsadida Qur'on bilan hamnafas yashaylik deb Qur'ondagi oyatlarni, ma'nolarini ketayotgan, o'qiyotgan, tilovat qilayotgan ko'p masjidlarimizda kuniga bir poradan o'qib, kuniga o'qilayotgan oyatlarni nafaqat tilovati, nafaqat uni bir eshitishlik, balki qanday mavzularda Alloh taolo so'z yurgizayotganligi to'g'risida bir boxabar bo'laylik degan maqsadda bu ilmni, bu suhbatni maqsad qilgan edik. Maqsadimiz, niyatimiz Robbimizga qullik qilishlik, Robbimizning roziligini topishlik, saodatga erishishlik, shaqovat, zalolat yo'lidan ogohlanishlik va buni o'rganishlik maqsadida bu darslikni joriy qilgan edik. Alloh taolo o'zi qabul qilib, bundan foyda bilan chiqishlikka Robbim o'zi tavfiq bersin. Navbatdagi 6-pora surasida Alloh subhanahu va taoloning Niso surasida davom etyapmizki, Alloh subhanahu va taolo Niso surasida 148-oyatlardan boshlanib 152-oyatlarigacha Alloh taolo la yuhibbullohul jahra bis-su'i minal qawli illa man zulim va kana Allohu samian alima oyati bilan nozil boshlanadi. Mana bu oyatlarda Alloh subhanahu va taolo amalda bo'lsin, so'zda bo'lsin, Alloh subhanahu va taoloning dinidan, haddidan oshishlik to'g'risida va Alloh subhanahu va taologa iymonning ba'zi arkonlariga, aytaylik, Allohga iymon keltirgan u, lekin farishtalarga iymon keltirmagan, yoki farishtalarga iymon keltirganda kitoblarga iymon keltirmagan. Mana shunday iymonning ba'zisi iymon keltirib, ba'zisiga iymon keltirmaganligi, ba'zisiga ishonib, ba'zisiga ishonmaganligi haqiqiy kufr ekanligi. Iymon esa tamomiy iymon keltirishlikka talab qilgan narsalarga hammasiga ishonishlik iymonning asli mohiyati ekanligi to'g'risida oyat davom etadi. Avvalida esa shu nohaqlik, tajovuz, bular hammasi Alloh taolo suymaydigan, yaxshi ko'rmaydigan amallar ekanligi to'g'risida Alloh taolo ogohlantiradi. Keyingi oyatlarda 153-oyatdan boshlab 161-oyatlarigacha ahli kitoblar, yahudlar ahdlariga vafo qilmaslik odati ular haddidan oshligi va Alloh subhanahu va taoloning payg'ambarlariga kofir bo'lishligi va Maryam alayhissalomga, Maryam onamizga nisbatan haddidan oshib u kishiga qilayotgan bo'xtonlari to'g'risida Alloh subhanahu va taolo xabar berib, yas'aluka ahlul kitob deb oyat davom etadi. Ularning odatlari ahdlarga vafo qilmaslik. Mana bu oyatlarni shu 2 yil, 3 yil oldin aytsangiz, ba'zi bir o'zlarini adolatlik yoki bo'lmasa hayotga bir adolat nazari bilan qarayotgan insonlar qatorida bu musulmonlar
bu Qur'onida nima uchun yahudlarni bunandaqa, nima uchun ahli kitoblarni bunandaqa yomon ko'rishadi, nima uchun ularni yomon sifatlar bilan sifatlashadi. Ular ham bugun ko'ryapsizki, bular rivojlangan ilm, fan, taraqqiyot, yetuklik hammasi yahudlarda emasmi? Nima uchun musulmonlar bunandaqa qoloq deb islomni g'araz bilan qarayotganlar, o'zlarini musulmonman deb turib yurib, lekin yahud va nasoralarga bir yetuk insonlar deb ularga hurmat, ehtirom nazari bilan qarayotganlar mana bu oyatlarni 2 yil, 3 yil oldin qabul qilishligi qiyin bo'lardi. Alloh subhanahu va taolo Robbul alamin bo'lgan, Allamul g'oyib bo'lgan zot ularni haddidan oshlikda, ular dinini buzishlikdagi odati to'g'risida Alloh taolo xabar beryapti. Bergan ahdlariga buzishlik, ular hech qachon ahdga turmashligi. Mana G'azzada, Falastin voqeasida nafaqat musulmonlar, balki g'ayridinlar, boshqa islom dinidan boshqa din vakillari ham, hattoki dinsiz kofirlar ham, kommunistlar ham, butun dunyo xalqi yahudlarni ahdlarga vafo qilmashligi to'g'risida, urushda bo'lsin, xalqaro qonunda bo'lsin, yoki o'rtada kelishuvda bo'lsin, G'azodagi sulhda bo'lsin, birortasida birorta bir aytilingan ahdda turgan yo'q. Shu narsani 2 yil, 3 yil oldin aytilinsa, odamlar g'ashi kelardi. Nima keragi bor derdi. Fitnayu bu narsa derdi. Bularning tabiati ahdlarga vafo qilmasligi to'g'risida Alloh subhanahu va taolo bizni ogohlantirgan. Biz Allohning kalomiga quloq solmaymizda. Biz Qur'ondan saboq olmaymizda. Biz Qur'on bilan hamnafas yashamaymizda. Alloh taolo aytib qo'ygan, ularda ahd yo'q. Ularda vafo yo'q. Ularning odatlari dinlarini o'zgartirishlik, qonunlarini o'zgartirishlik, ilohiy qonunlarni o'zgartirishlik, havoyi nafsiga keladigan qilib yurib, hamma narsani hayotdagi qonunlarni o'zgartirib yashashlik bularning tabiati, bularni yahudlarni. Bo'hton qilishlik, pokiza ayol Alloh subhanahu va taolo poklab nozil qilgan Maryam onamizga iftirolar qilishlik, haddidan oshlik, buzg'unchilik bilan ya'ni tuhmat qilishlik bu ahli kitoblarning odati bu. Mana bu to'g'risida Alloh taolo bizlarga ta'lim berib, bizlarni ogohlantiradi. Afsuski biz bundan ogohlanmaymiz. Keyingi oyatlarda Alloh subhanahu va taolo adolatlik zot, mu'minlarning sifati va ahli kitoblarning ichida rosih bo'lgan adolatlik insonlarni mu'minlar bilan birga vasf qildi. Lakin rosixuna fil ilmi minhum val mu'minuna. Ya'ni lekin ularning ichida ilmda rosix bo'lganlari deb Alloh subhanahu va taolo mu'minlarning qatorida sifatladi, ya'ni hisobladi. Mu'minlarning safida jamladi. Bor ularning ichida ham, yo'q emas, 5 qo'l barobar emas degan gap bor ajdodlarimizda. Ya'ni ularning ichida ham bor, lekin g'olibi baho berilayotganda g'olib xalqqa, g'olib ummatga aytilinadi. Keyingi oyatlarda 163-oyatlardan boshlab 170-oyatlargacha Alloh subhanahu va taolo Muhammad alayhissalomni oxirgi payg'ambar ekanligi to'g'risida va u kishining xabarlarini inkor qilishlik, ishonmaslik, u kishining kofir bo'lishligining oqibati yomon bo'lishligi to'g'risida Alloh subhanahu va taolo xabar berib, inna uhayna ilayka kama uhayna ila nuhin va nabiyina min ba'di. Ya'ni sizni avvalga Nuhga vahiy qilganimizdek sizga va sizdan oldingi payg'ambarlarni deb Alloh taolo hamma payg'ambarlarni aksarlarini nomlarini zikr keltirib va oxirida tugatuvchi oxirgi xotamul nabiyin payg'ambarlarning eng oxirgisi Muhammad alayhissalom ekanligi to'g'risida Alloh subhanahu va taolo bu oyatlarda bizlarni eslatib o'tadi. Va bashariyat olamiga Muhammad alayhissalomga iymon keltirishlik to'g'risiga chaqiruv nido oyatlari bilan sura davom etadi. Keyingi oyatlarda 171-oyatdan boshlab 175-oyatlargacha ahli kitoblarning tuhmatlari va ularni Alloh subhanahu va taoloning tuhmatlariga bo'lgan rad javoblari, Iso alayhissalom Alloh taoloning payg'ambari, iloh emas ekanligiga
va mo'minlarga beriladigan mukofot va mushriklarga beriladigan jazo to'g'risida Alloh subhanahu va taolo xabar beradi. Ya ahlal kitob, la taghlu fi dinikum. Ey ahli kitoblar, diniylarda g'ulu haddiylardan oshmanglar deydi. Nima uchun Alloh subhanahu va taolo ahli kitoblarni, yahudlarni, nasorolarni ko'p o'zining kalomida eslagan? Biz bu oyatlardan nima saboq olamiz? Ular haddlaridan oshishligi, dinlarini o'zgartirishligi, dinlariga amal qilmashligi, dinlarini buzganligi, dinlarini o'zlarini havoyi nafslariga, hayotlariga to'g'rilab olganligi to'g'risidagi oyatlarni Alloh taolo ko'p eslatadiki, ey Muhammad alayhissalomning ummati, ey Qur'on ummati, sizlar ham ularga o'xshab qolmanglar. Ozgina mato dunyo uchun, ozgina yashash hayot uchun o'zingizlarda nozil qilgan Robbiylar tarafidan nozil bo'lgan Qur'onda oyatlarini o'zgartirmanglar, buzmanglar. Sizlar ham ularga o'xshab gumrohlikka, azob, uqubat, jahannamga qarab yurmanglar. Ular jahannamga yurishligi, jahannamga tushishligini sababli Allohning kalomlarini o'zgartirganligi yoki dinida g'ulu haddidan oshganligi. Chunki asli bandani, qulni vazifasi taslim bo'lishlik edi. Taslim bo'lmasdan haddidan oshishlikning oqibati mana shunday bo'ldi deb Alloh taolo bizga mana bu oyatlar bilan bizni tarbiyalaydi. Bizni to'g'ri yo'lga yetaklaydi. Zalolat va shaqovat yo'lidan ogohlantiradi. Undan keyingi oyatlarda Alloh subhanahu va taolo meros masalasidagi, ya'ni merosni Alloh subhanahu va taolo batafsil har bitta o'tgan odamning yaqinlari, bir o'tgan odamning farzandi bo'ladimi, ota-onasi bo'ladimi, o'lgan odam ayol bo'lsa eriga qanday, o'lgan odam er bo'lsa ayoliga qanday, o'lgan odamda ota-onasi bor, aka-ukalari bo'lsa yoki ota-onasi yo'q, farzandlari yo'q bo'lsa, uni kimlar oladi, farzandlari bo'lsa kim oladi, erkak ayol aralash bo'lsa qanday oladi, bularning hammasini, hattoki vafot etgan odamda ota-onasi ham yo'q, farzandlari ham yo'q, yaqinlari bor, qarindoshlari bor. Mana shular to'g'risida fil kalala deb sizdan bu kalala, ya'ni o'lgan odamni yaqinlari yo'q, ya'ni farzandi yo'q, ota-onasi yo'q. Mana shular to'g'risida sizdan fatvo so'rashadi deb mana bu oyatda Alloh taolo meros, ya'ni o'lgan odamning mol-mulki qanday taqsim qilinishligi to'g'risida va buni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'zlarining muborak so'zlari bilan, hadislari bilan ham buni tafsilotlarini, sharhlarini bergan. Bu alohida Alloh taoloning hukmi. Afsuski, bizning davrimizga kelganda musulmonlar juda ham ko'plar bu hukmga amal qilmasdan kelamiz. Alloh gunohlarimizni kechirsin. O'lgan odamning qolgan mulkini taqsimlashlik Alloh taolo tarafidan buyurilgan namoz, ro'za, zakot, haj qatorida ota-onaning xizmati, erga itoat, farzandning haqqi, shular qatorida Alloh taolo farz qilgan Alloh taoloning buyrug'i. Shu joyda o'zimni va sizlarni mana shu oyatlarni ihyo qilishlikka, onamiz vafot etadimi, otamiz vafot etadimi, yaqinlarimiz vafot etadimi, farzandimiz vafot etadimi, ayolimiz vafot etadimi, ayol bo'lsak erimiz vafot etadimi, kim yaqinlar bo'ladigan bo'lsa o'zimizcha bunga qolsin, bunga farzandiga qolsin, unga qolsin demasdan Alloh taoloning farz qilgan merosga amal qilishlikni chaqirib o'tib ketaman. Chunki bu Allohning buyrug'i. Bizning vazifamiz buyruqqa amal qilishlik. Afsus va afsus, merosga amal qilmasdan Allohning hukmiga osiy bo'lib yashalinyapti. Alloh taolo o'z gunohlarimizni kechirsin. Keyingi oyat yangi sura bilan boshlanadi. Moida, ya'ni dasturxon qissasi kelganligi uchun bu surada dasturxon surasi deb boshlanadi. Moida surasi. Moida surasi Alloh subhanahu va taolo iymon ahllariga nido bilan boshlaydi. Estaizu billah. Ya ayyuhallazina amanu awfu bil uqud. Ey iymon keltirganlar, ahdlariga vafo qilinglar degan oyat bilan Moida surasi boshlanadi. Bu suraning 1-oyatidan boshlab 5-oyatigacha Alloh subhanahu va taolo ahdlarga, ya'ni berilgan va'daga vafo qilishlikka iymon ahlini chaqiradi. Bu Alloh taoloning talabi. Kim ahdiga vafo qilmayotgan bo'lsa, u ahd kimlarga bo'lishidan qat'iy nazar. U ho muomalada bo'lsin, ho oilada bo'lsin, ho qo'ni-qo'shnichilikda bo'lsin, ho musulmonlarning o'rtasida bo'lsin, hattoki musulmon odam kofirlarga bergan ahdidan ham vafoli bo'ladi. Bu mo'minning xislati ahdga vafo qilishlik.
dinimizning ruhiyati, dinimizdagi musulmon odamning ya'ni mohiyatlardan biri so'zini ustida turishlik, ahdlarga vafo qilishlik. Shunday bir davrda qolib ketdikki, ahdga vafo qilishlikni bir-biriga bog'langan holatda va'dasiga vafo qilaman desangiz, bu yoqdagi buzg'unchiliklar insonlarni bir-biriga chambarchas bog'lab turib yurib, ahdlar buziladigan, dinlar, ahkomlar buziladigan holatda hayotning shunaqa bir qiyinchilik holatiga yetib keldik. Lekin tarbiyaviy ishdan qo'ldan kelganicha, birodar, qo'lingizdan kelganicha juda ham qattiq ahdingizga vafo qilishlikka haris bo'ling, chunki bu Alloh taologa qullikni, Alloh yaxshi ko'radigan amallardan eng go'zallaridan biri. Chunki Alloh taolo xoslab ey iymon keltirganlar, ahdinglarga vafo qilinglar deb Alloh taolo buyuradi. Undan keyingi oyatlarda Alloh subhanahu va taolo yaxshilik ishlarga yordamlashlik va ta'avanu 'alal birri vat taqvo, yaxshilik ishlarga birlashlik, hamkorlik bo'lishlik. Ya'ni mana bu narsaga Alloh subhanahu va taolo chaqiradi. Ma'siyat, gunoh ishlarga birlashmaslik. Ma'siyat, gunoh, adovat, dushmanlikka sabab bo'ladigan narsalarga hech qachon yordam bermaslik to'g'risida Alloh subhanahu va taolo ogohlantiradi va halol harom to'g'risida so'yishlik, ya'ni so'yadigan narsalarning, hayvonotlarning halollari, haromlarini bayon qilishlik bilan Alloh subhanahu va taolo o'ziga iymon keltirganlarga hayvonotlardan nima narsalar halol, nima narsalar harom ekanligi to'g'risida Alloh taolo o'zi ahkomlarini nozil qilib va ta'lim tarbiyasini berib boradi. Keyingi oyatlarda 6-oyatlardan boshlab bilasizlar, biz ko'p ibodatlarga Alloh subhanahu va taolo ba'zi bir ibodatlarni shart qilgan. Namoz uchun tahorat alohida ibodat, namoz alohida ibodat. Ba'zi ibodatlarga ba'zi ibodatlarni shart qilgan. Namozga tahoratni shart qilgan. Misol uchun aytaylik, mana umraga ko'pchilik borilyapti. Tavof qilayotganda, tavof qilishlikda tahoratni ba'zilar shart deydi, ba'zilar shart emas deydi, lekin sahihroq tahorat shart. Lekin Safo Marvada yurishlik, ba'zi misol uchun ro'za ibodatini ado etayotgan odamga tahorat shart emas. Zakot berayotgan odamga tahorat shart emas. Lekin tahoratni qanday olishligi to'g'risida Alloh subhanahu va taolo tahorat oyatlarini, agarda tahorat nima bilan bo'ladi? Suv bilan bo'ladi. Agarda suv topilmasa-chi, tuproq bilan, tayammum bilan bo'linadi. Mana shu oyat to'g'risida Alloh subhanahu va taolo buning ahkomlarini 6-oyatidan boshlab to 11-oyatlarga ayyuhallazina amanu idza qumtum ilas solati faghsilu wujuhakum deb, ey iymon keltirganlar, agarda namozga qoyim bo'ladigan bo'lsanglar deb tahorat oyatlarini Alloh taolo bayon qilib beradi. Keyingi oyatlarda 12-oyatlardan boshlab 19-oyatlarda Banu Isroil, yana Banu Isroil to'g'risida, yana yahudlar to'g'risida, yana nasorolar to'g'risida va ularning ahdlariga vafo qilmaslik. Suraning avvalida mu'minlarga ahdlarga vafo qilishlik to'g'risida boshlab, orqasidan halol qilgan hayvonotlarni bayon qilib, orqasidan ibodat qilganda tahorat bilan bo'lishlik va tahoratning ahkomlarini bayon qilib, orqasidan yana bizga sizlar yahudlarga o'xshab qolmanglar, ular ahdlarga vafo qilmaydi deb Alloh subhanahu va taolo va laqad akhadallohu mithaqa bani Isroila va ba'athna minhum 12 naqiba deb ular ahdlarga vafo qilmasligi, ular ahd berganida payg'ambarlarga iymon keltirib, ularga ergashib, ularni xabarlarini tasdiqlashlikka, lekin ahdlarini buzishdi. Payg'ambarlarni qatl qilishdi. Payg'ambarlarga qarshi kurashdi. Payg'ambarlarni olib kelgan shariatini buzishdi. Biz bularga o'xshab qolmayapmizmi? Alloh taolo ofiyat bersin. Keyingi oyatlarda 20-oyatlardan boshlab 26-oyatlargacha Banu Isroil yahudlarni jihoddan bosh tortganligi to'g'risida. Payg'ambarlariga, ular yahudlarning tabiati shu ediki, shariat qonunlari, Alloh taoloning ilohiy qonunlari o'zini yashayotgan urfiga, o'zini yashayotgan tabiatiga, o'zini yashayotgan hayot tarziga to'g'ri kelgan joyga itoat qilishardi. Agarda ozgina hayotida qiyinchilik bo'lsa yoki ozgina kelayotgan manfaatlariga to'g'ri kelmasa, Alloh taoloning qonunini shunday o'zgartirishardi. U yahudlarning tabiati edi. Alloh subhanahu va taolo mana bu oyatlarda ham ularning tabiatini, Alloh taoloning dinini o'zgartirishligi to'g'risida, ular Alloh taolo jihod ibodatini, ya'ni kurashlik ibodatini, kofirlarga qarshi
qoim bo'lishlik to'g'risidagi oyatlarni buzganligi to'g'risida. Buni bilasizlar, yahudlarni Banu Isroilning sifati. Shanba kuni baliq tutishlikdan qaytarsa, birpasda hiyla makr qilishib yurib, juma kuni ovga to'rlarini tashlab qo'yib, yakshanba kuni qaytarib olib, biz shanba kuni qilmadik deb turib, Alloh taolaga makr qilishmoqchi bo'ladi. Jihodda ham xuddi shunday, boshqa amallarda ham, ribo muomalatida ham xuddi shunday. Hamma nimaiki bo'lsa, havoi nafsiga to'g'ri kelmasa buzib o'rgan. Alloh taolo shuning uchun ularni la'natladi. Nasorolarni shuning uchun Alloh taolo zalolat ahlidan deb atadi. Musulmonlar esa haq din kelganda eshitib itoat qilishligi bilan Alloh taolo maqtadi. Bu oyatlardan oladigan saboqimiz, darsligimiz, biz ularga o'xshab qolmaylik. Din ahkomi, din qonuni kelganda zamonim, oilam, ajdodim, millatim, urf-odatim, an'analarim, shu paytgacha kelayotgan meni manfaatlarim to'xtab qoladi degan narsa bo'lmas kerak. Shunda eshitdimi itoat qilib bo'ysunishlik kerak. Sahobalar bizlarga chakana namunami bular? Aroq oyat harom qilinganda bilasizlar, hattoki ba'zi bir asarlarda keladi, Madina ko'chalarida aroq oqqanligi to'g'risida. Hijob oyati nozil bo'lganda bilasizlarmi ayollar nima bo'lgan? Ko'chada ketayotgan ayollar uygacha borib olaverib, ko'chadan bir hijob sotib olib turib yurib, ro'molni sotib olib keyin qilaman degan emas. Shunday cho'kkalab yerga o'tirishib olgan. Chunki hijobsiz yurishlik joiz emas deb bilishgan. Erlari ko'chalar, uylardan kelib yurib, matolarni olib kelib ustiga yopib yurib uyga olib kirib ketishgan. Oyatni nozil bo'lgan paytda itoat bo'lgan. Shuning uchun islom ummatini, shuning uchun itoat qilgan bandalarni Alloh taolo sevadi. Shuning uchun Alloh taolo bu yahudlarni ularning odatlaridan ko'p Alloh taolo bizga eslatadiki, bularga o'xshab qolmanglar. Allohning oyatlarini buzadigan, o'zingizni havoi nafsingizga qarab to'g'rilab turib yurib amal qiladigan bo'lib qolmang. Yahudlarga o'xshab qolmang. Nasorolarga o'xshab dinni o'zgartirib, qonunlarni burmalab, siyosatga, rahbarlarga, millatga yoqaman deb turib o'zgartiradigan insondan bo'lib qolmang. Shuning uchun Alloh taolo bu qissalarda ularning xabarini bizga beradi. Shu qissalardan o'zimiz uchun ibrat, nasihat, darslik olishligimiz uchun Alloh taolo bu oyatlarni nozil qilgan. Keyingi oyatlarda Alloh subhanahu va taolo mana bu oyatlarni ham qarang. 27-oyatdan boshlab 31-oyatlarigacha Odam alayhissalomning farzandlari Hobil va Qobilning qissasini. Musulmon odam bir fikr qiling-da, menga Qobil bilan Hobilning qissasidan nima foyda? Nima uchun Alloh taolo bu oyat, bu dastur bo'lsa, qonun bo'lsa, Qobil bilan Hobilning qissasidan menga nima darslik bor? Nima ibrat bor menga deb turib bir aql yurgizing-da. Odam alayhissalom, undan keyin qancha payg'ambarlar kelgan? Oxirgi payg'ambar Muhammad alayhissalom bo'lsa, bu Qur'on dastur bo'lsa, qonun bo'lsa, konstitutsiya bo'lsa, hidoyat yo'li bo'lsa, bu qissani menga nima men darslik olaman, nima ibrat olaman, nima saboq olaman deb bir fikringizni yurgizing-da. Alloh subhanahu va taolo bu oyatda Qobil va Hobilni qanday holatda Alloh taologa osiy bo'lganligini eslatadiki, sen Qobil bilan Hobilning o'rtasidagi bo'lgan voqeada hayotda shunandaqa bo'lib qolmagin. Qobil akasi Hobilga nisbatan hasadgo'yligi, ko'rolmashligi, Allohning unga bergan fazlini hasad qilganligidan, qon to'kkanligi va uni qilgan xayri, uni qilgan qurbonligini Alloh taolo qabul qilib, nariginikini qabul qilmaganligi, ixlosi yo'qligi, mana bu narsalardan saboq olamizki, mana bu qalbimizning yomonligidan, boshqalarga berilgan fazlni ko'rolmaganligimizdan, bu holatga tushib qolishlikdan ogohlantirib Alloh taolo bularning qissasini beradi. Aynan mana shu bizga bu qissadan oladigan sabog'imiz. Keyingi oyatlarda odam o'ldirishlik, ya'ni Qobil Hobilni o'ldirdi. Alloh subhanahu va taolo Banu Isroilga nohaqdan odam o'ldirishlik dinimizda qoralangan narsa. Odam o'ldirishlik judayam ya'ni qoralangan narsa. Hattoki bitta mo'min odamni, Allohga iymon keltirgan odamni qoni nohaqdan yerga to'kilishlikdan yomonligi Allohning huzurida Ka'ba vayron bo'lib ketganligi undan ko'ra yengilroq. Mo'minning qadri qiymati shu qadar baland. Nafaqat qoni, moli ham, obro'si ham Alloh subhanahu va taolo
Shuning uchun deydi, min ajli dalik katabna ala bani Isroil annahu man qatala nafsan bighayri nafsin aw fasadin fil ardi fakannama qatala an-nas jami'a. Bitta odamni, ya'ni yer yuzida fasod tarqatishlik va Alloh subhanahu va taolo halol qilmagan odamni qatl qilishlik yer yuzini hammasini qatl qilishlik bilan, balki buni aksi bo'lib yurib bitta odamni nohaqdan o'lishligini, nohaqdan unga qilinadigan tajovuzdan oldini olib qolishlik esa fakannama ahyan nasi jami'a, xuddi odamlarning butun bashariyatni hammasini ihyo qilgan bilan barobar deydi. Ana endi ko'ring, o'zingizni tinchligingiz uchun, o'zingizni hayotingiz, tijoratingiz va oilangizni tinchligi uchun qancha odamlarni qurbon qilibdinglar. Ba'zi bir xoin insonlar qancha odamlarning yostig'ini quritdinglar. Qancha odamlarning qamoqlarda nohaqdan o'tirishlikka sabab bo'ldinglar. Qancha prokurorlar, qancha tergovchilar, qancha sudyalar, qancha guvohlik bergan mahalla komiteti va boshqalar rezultat uchun, kvartalniy rezultat degan narsalar bo'lardi. Terrorizm, ekstremizmga qarshi kurashlik uchun bizda shunaqa terroristlar bor deb turib hisobot berishlik uchun, moliyadan pullarni yechib halolashtirishlik uchun qancha insonlarni, qanchalari shahid bo'lib ketishdi. Qanchalarining umri zoya bo'ldi. Qanchalarining sog'ligi ketdi. Bunga hissasini qo'shganlar. Ertaga Allohning huzurida nima deb javob berasizlar? Alloh taolo mana bu oyatlarda mana bu narsani Qobil-Hobilga o'xshagan, Banu Isroilga o'xshagan nohaqdan odam o'ldiradiganlardan bo'lib qolmanglar deb ogohlantirgan oyatidan ogohlanmagan insonlarning hayotdagi voqeligida ko'rib turibmiz. Alloh subhanahu va taolo g'aflatdagi zot emas. Bular hammasi yoziladi, ertaga hisobot beriladi. Ertaga dunyoda ko'ryapmiz, oxiratdan oldin shunaqa zulm qilganlar, musulmonlarning yostig'ini quritganlar holatini ko'ryapmiz. Dunyoda o'zida qanaqa Alloh taolo xor qilib qo'yganini, hali oxiratdagi azobdan oldin. Endi kelajak zurriyot, endi Qur'ondan saboq olayotgan, endi Alloh taoloning diniga qaytganlar mana bu narsalardan ogoh bo'ling. O'zingizni yurib turgan tijoratingiz yoki o'zingizni tinchligingiz, o'zingizni amniyatingiz deb turib yurib boshqa musulmon odamni qurbon qilvormang. Alloh taolodan qo'rqing. Keyingi oyatlarda Alloh subhanahu va taolo ahkom oyatlaridan 38-dan boshlab 40-oyatlargacha o'g'ri ayol va o'g'ri erkakka beriladigan had. Alloh subhanahu va taoloning kalomi ilohiy va dastur qonun. Jamiyatda insonlar xato qiladi, jinoyatlar qiladi va uning oldini olishlik uchun Alloh taolo o'zi yaratgan zot bandalarini nima bilan tarbiyalanishlik, nima bilan ular to'g'rilanishligini Alloh taolodan boshqa hech kim bilmaydi. Xotiringiz jam bo'lsin. Jamiyatdagi jinoyatlarni oldini olishlikda Allohning qonunidan boshqa qonun jamiyatni o'nglamaydi. Xotiringiz jam bo'lsin. Agarda qalbingizda bizni jamiyatda jinoyatlar yo'qolinsin, pedofillar yo'qolinsin, zinokorlar yo'qolinsin, o'g'rilar yo'qolinsin, odamlarga tinchlik bo'lsin, birovlarning nohaqdan mol-mulklarini yeydigan o'g'rilar, muttahamlar yo'qolinsin degan da'voingiz bo'ladigan bo'lsa, agarda shu da'voingizda rostgo'y bo'ladigan bo'lsangiz, xotiringiz jam bo'lsin, Allohning tarbiyasidan boshqa bilan jamiyat o'nglanmaydi. O'g'rilikni oldini olishlikda har qanday jinoyatchiga beriladigan jazo Alloh taolo bergan jazodan boshqasi bilan tarbiyalanmaydi. Misol uchun aytaman, Alloh taolo mana bu oyatlarda 38-oyatlarda Moida surasida "Vas-sariqu vas-sariqatu faqta'u aydiyahuma" o'g'ri ayol va o'g'ri erkakning qo'lini kesing dedi. Rahmdillik qilmang Allohning oyatlarida. Kesing. Allohning hukmi bu. O'g'rimi qo'lini kesing. Agarda jamiyatimizda, yurtimizda o'g'rilik bo'lmasin desangiz, o'g'rini qo'lini kesing. Jamiyat shu bilan o'g'lanadi. O'g'rini sharmanda qilishlik, o'g'rini o'g'ri ekan deb turib telefonlarga videoga olib turib tarqatishlik yoki bo'lmasa o'g'ri ekan deb turib 5 yil, 10 yil qamalishlik, mashin bilan tarbiyalanadi deyotgan bo'lsangiz safsata. Bekallarni 5 tasini aytibsiz. Bekallarni behisobini aytibsiz. Tarbiyalanmaydi. Tarbiya Robbul alamin. Nima uchun Robb deymiz? Nima uchun tarbiyat kunandamiz deymiz?
jinoyatchini Alloh taolo o'zi tarbiya yo'lini bizga ta'lim bergan. Sutxo'rlik yoki bo'lmasa aytaylik poraxo'rlik yoki fahsh buzg'unchilik, odam nohaqdan odam o'ldirishlik, bularning hammasini bilinglar. Vallohi, billahi, tollohi, Allohning nomiga qasam ichib aytaman. Boshqa choralar vaqtinchalik ko'z bo'yamachilik bo'lishligi mumkin. Hech qachon isloh bo'lmaydi. Yaratgan zot, yaratgan maxluqini, tabiatini, nimadan qo'rqadi, nima bilan o'nglanadi, nima qilsa buziladi, hammasini Alloh taolo biladi. Jamiyatni yurgizishlik, jamiyatni boshqarishlikni ahkamul hakimin, hikmatli bo'lgan va o'zining boshqarishlikda adolatli bo'lgan Alloh taolo o'zi biladi. Inil hukmu illa lillah, hukm faqatgina unik. Zolimlar, johillar Alloh taoloning hukmidan boshqa narsa bilan boshqaraman deydi, jamiyatni ham buzadi, o'zini ham rasvo qiladi va jamiyatda hech qanaqa isloh bo'lmaydi. Mana bu oyat bizga buni darsligini beradi. Bu saboqni beradi. Hayot bir marta beriladi, bir marta bergan odamni shu qo'lini o'g'rilik qilib qo'ysa kesib qo'yiladimi? Ha, kesiladi. Biz shunga iymon keltirganmiz. Ommani oldida oshkora bu o'g'rilik qildi, birovni moliga qo'l uzatdi deb qatl qilinadi, qo'li kesiladi, jamiyat o'nglanadi. Bitta qurbonlik beriladi, lekin jamiyat o'nglanadi. Bu Alloh taoloning tarbiyasi. Lekin shunga yurmagan qancha odamlarning hayotini vayron qilib yurib, xazon qilib yurib, hamma narsani yo'qqa chiqarib olyapti. Nima uchun? O'zlarini mehribon qilib, rahmdil yasab olganlar, aslida esa haqiqiy zolimlar. Allohning shariatiga kelmaganlar. Allohning qonuniga yurmaganlar. O'nglayman deb bettar fasodga yuz tutayotganlar. Keyingi oyatlarda Alloh subhanahu va taolo ahli kitoblarni yana bizga xabarini berib aytadiki, Tavrot, Injilga iymon keltirmasdan va uni buzganlar to'g'risida. Ya'ni ulardan: "Ey Muhammad alayhisalom, ya ayyuhar rasul, ya'ni ey payg'ambarlar, la yahzunkallazina yusari'una fil kufr." Kufrga yugurib ketayotganlar sizlarda mahzun qilmasin dedi. Haqiqatda bizni mahzun qilmaydi. Biz faqat achinamiz, ya'ni da'vat qilamiz xolos. Lekin Allohning kalomini qo'yib turib yurib, vaz'iy qonunlarga yugurib ketayotganlar, G'arbga, Yevropaga va boshqa davlatlarga qarab yugurib ketayotganlar. Shu o'rinda aytaman, biz arablarga qarab yugurib ketayotganimiz yo'q. Biz Robbimizga qarab yugurib ketyapmiz. Biz Qur'onga qarab yugurib ketyapmiz. Arablarga degan odam adashadi. Yo'q, biz arablarning fasodidan, arablarning buzg'unchiligidan bari'miz. Biz arablashlikni xohlamaymiz. Biz islomlashlikni xohlaymiz. Biz arablarga odatlariga oshiq emasmiz. Biz Qur'onga, shariatga oshiqmiz. Va bizni hech qachon Allohning kalomini qo'yib, Alloh taolo nozil qilgan dasturni qo'yib, G'arb va qayerdandir o'zlarini bir donoman deganlar tarafidan yozilingan konstitutsiyalarga, qonunlarga qarab yugurayotganlar, Alloh taolo aytadiki, la yahzunkallazina yusari'una fil kufr. Kufrga qarab yugurayotganlar sizlarni mahzun qilmasin dedi. Achinamiz. Lekin biz o'zimizning dinimiz bilan faxrlanamiz, xursand bo'lamiz. Robbimizga hamd aytamiz. Robbimizdan madad so'raymiz. Mana shu dinimizda vafot etishlikka, mana shu dinimiz bilan yashashlikka, mana shu dinimiz bilan qiyomat kunida tirilishlikka Robbimizdan madad so'raymiz. Chunki bizni dunyodagi eng katta baxtimiz millatimiz emas. Eng katta baxtimiz, eng katta faxrlanadiganimiz ota-onamiz, farzandlarimiz yo dunyodagi erishgan yutuqlarimiz emas. Eng katta yutug'imiz bu bizning dinimiz. Shu o'rinda bir savol bilan nima bilan faxrlanasiz? Nima bilan faxrlanasiz? Diningiz bilan faxrlanasizmi? Yo kiyimingiz bilanmi? Mansabingiz bilanmi? Minib yurgan mashinangiz bilanmi? Yoki to'plagan boyligingiz bilanmi? Yo chiroyingiz bilanmi? Yo xotiningiz bilanmi? Farzandlaringiz bilanmi? Yerlaringiz bilanmi? Uylaringiz bilanmi? Nima bilan faxrlanasiz? Rostini ayting. Rosti, ichingizdan, qalbingizdan chiqayotgan sadoga quloq tuting. Nima bilan faxrlanasiz? Agarda diningiz bilan faxrlansangiz, xursand bo'ling. Eng katta baxtli odamsiz. Agarda diningizni ikkinchi darajaga qo'yib,
dunyoda erishgan mansablaringiz yoki dunyoda erishgan matolaringiz bilan faxrlansangiz, hayb sizga. Hayb sizga. Dunyoni quli bo'libsiz unda. Keyingi oyatlarda 48-50 oyatlarda Alloh subhanahu va taolo Qur'ondan oldingi nozil bo'lgan Tavrot, Injil, Zabur va undan oldingi sahifalar hammasini nasx qilib, hammasini o'chirib, qiyomat kunigacha qoladigan abadiy va o'zgarmas qonun Qur'on ekanligini, Qur'on Alloh taoloning roziligiga jannatga olib borishligi to'g'risidagi Robbimizning roziligi mana shu Qur'onga amal qilishlik, iymon keltirishlik va Qur'on bilan yashashlik to'g'risidagi oyatlarni izohi bilan oyatlar bilan davom etadi. Va anzalna ilaykal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi minal kitab. Oldingi kitoblarni tasdiqlagan holatda va ularning ahkomlarini mansux qilib Qur'on oyatlari, ya'ni amalda davom etishligi to'g'risidagi oyatlar bilan sura davom etadi. Keyingi oyatlarda 51-oyatlardan boshlab 66-oyatlarda Alloh taolo yana mu'minlarga, musulmonlarga ahli kitoblarni o'zlariga do'st va o'zlari uchun ideal yetakchi qilishlikdan qaytaradi. Ahli kitoblarda do'st tutmanglar. Ulardan hech qachon yaxshilik kutmanglar. Ular hech qachon sizlarga yaxshilik qilmaydi. Sizlarni baxtlik, saodatlik hayot sizlarga ulashmaydi. Alloh taolo aytadiki: "Astagfiru billahi ya ayyuhallazina amanu la tattakhizul yahuda wan nasara awliya." Yahud va nasoralarni do'st tutmanglar. Ular dinlarini, Yahud va nasoralar dinlarini o'yinchoq qilib olgan ular. Dinlarga jiddiy qaramaydigan insonlar. Sizlar ularni o'zingizlarga do'st tutib oladigan bo'lsanglar, sizlar ham shularni kepatasiga kirib ketasizlar. Diniylarni o'yinchoq qilib olasizlar. Diniylarni xohlagan paytda buzadigan insonlardan bo'lib qolasizlar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytganlaridek, al-mar'u fi dini khalili. Kishi o'zining do'stini dinida bo'ladi degan. G'arbni va ularni bugungi kundagi yaltiroq yetishgan, Yevropani bugungi kundagi yetishgan dunyodagi matolariga aldanmanglar. Ularning ko'chalari yoki bugungi kundagi taraqqiyotlariga aldanmanglar. Sizlar musulmonlarni do'st tutinglar. Bu Allohning so'zi. Ya ayyuhallazina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Ey iymon keltirganlar, Yahud va nasoralarni o'zingizlarga vali, do'st, yaqin tutmanglar deydi Alloh taolo. Yahud va nasoralarning sifatlaridan Alloh taolo xabar berib, diniga jiddiy insonlar bo'lmaganligi, dinlarini o'yinchoq qilib olganligi to'g'risida Alloh taolo ogohlantiradi. Keyingi oyatlarda 67-oyatlardan boshlab 71-oyatlarigacha Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga xitobini aytadi bundan oladigan ummatga: "Ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilayka min robbik va in lam taf'al fama ballaghta risalatahu vallohu ya'simuka minan nas." Ey payg'ambar, sizga nozil bo'lgan kitobni yetkazing, ummatga yetkazing. Mana bu oyat Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga tushgan, lekin ibrat butun islom ummatiga. Ya'ni ey Muhammad alayhisalomning ummati, sizga nozil bo'lgan kitobni eshitmaganlarga, bilmaganlarga yetkazing, bilmaganlarni bildiring, ogohlantiring deb Alloh subhanahu va taolo Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga jannat va do'zax yo'lini, jannatga qanday borishlik, do'zaxga nima sababdan tushib qolishlik to'g'risida nima oyatlar bizlarga darslik saboq beradi. Keyingi oyatlarda 72-81-oyatlarga Iso alayhissalomni iloh deb olganlarga laqad kafarallazina qalu innalloha huval masih ibn Maryam degan oyat bilan, mana shu oyat qonun oyat. Masih ibn Maryamni, Iso ibn Maryamni iloh, 3 ilohdan biri deganlarni Alloh taolo kofir deb atadi. Nasoralarni yoki yahudlarni kofir desak, xafa bo'lmanglar, bu bizi so'zimiz emas, Allohning so'zi. Laqad kafarallazina qalu innalloha huval masih ibn Maryam. Masih ibn Maryamni iloh deganlar kofir bo'ldi dedi. Xafa bo'layotganlar Alloh taolodan xafa bo'linglar. Bu kufr degan kalimani biz ishlatganimiz yo'q, Alloh taolo ishlatdi.
Demak, mana bu oyat bilan Alloh subhanahu va taolo bizlarga Yahud va Nasorolarni kofir bo'lganligi to'g'risida xabar beradi. Alloh subhanahu va taoloning kalomiga iymon keltirib va undan o'zimizga chiroyli dastur namunalar olib tarbiyalanishlikni Alloh taolo hammamizga nasib qilsin. Vallohu taala alam. Sallallohu vasallam ala nabiyina Muhammad.